Do'stlar, sizlar uchun Swiss Andijondan ajoyib yangilik. Kuzga chegirmalar boshlandi. Mana ko'rib turganinglardek Swiss S07 modellarimiz xohlagan ranglarda sotuvda tayyor. Bir kun ichida boshlang'ich to'lov 25% bilan 5 yil muddatgacha chiqarib beramiz. Xohlasanglar imtiyozli tartiblarimiz ham bor. Mana akam bilan olyapmiz hozirgi videoda salonning ichida qanaqa aksiyalar ketyapti, mashinani motorlari, ichki komfortlari haqida to'liq ma'lumot berib o'taman, bir ko'rasizlar. Do'stlar, mana salonimizda Swiss S07 barcha pozitsiyalari hamda Swiss S09 va Swiss S09 gibrid modellarimiz sotuvda tayyor. Kelinglar S7 ni birinchi pozitsiyasini ko'rib chiqamiz. Bu avtomobilimiz ko'rinishi ancha ham chiroyli, monoqosh hamda LED linza faralar bilan jihozlangan. Avtomobilimizning motor qismini ko'rib chiqamiz. Swiss S07 birinchi pozitsiyasida 1.5 turbina, 156 ot kuchiga ega Germaniya hamda Yaponiya bilan birgalikda ishlab chiqarilgan motor joylashtirilgan hamda elektronika qismi, zaslonkasi, miyasi Bosch kompaniya tomonidan ishlab beriladi. Bilasizlar, Bosch kompaniya Germaniya kompaniyasi hisoblanadi. Avtomobilimizning metali juda ham qalin. Tomdan past polniy atsinkovniy, ya'ni chirimaydi bu avtomobilimiz. Balonlari juda ham chiroyli hamda 20 razmerli balonlar qo'yilgan. 360 kamera, besключевой dostuplari bor. Birinchi pozitsiyaning o'zida e'tibor berasizlar. Koja salon, cruise control, klimat control, avto hold, xolodilnik hamda panoramalari ham mavjud. Eslatib o'taman, bu avtomobilimiz 7 kishilik. Oilaviy sayohatlarga chiqqani ham juda ham mos avtomobil. Swiss S07 birinchi pozitsiyamizda orqa bagajning ham elektroprivod bo'ladi. Bu juda ham qulaylik yaratadi. Avtomobilimizda xohlasa 7 kishi yoki bagajning hisobida ham ishlatsa bo'ladi. Avtomobilda o'zida огнетушитель hamda bunaqa shtorkalari mavjud. Birinchi pozitsiyaning o'zida ham detskiy rejimlari bor. Panorama, bagajnik hamda oynalarda qisib qolmaydi. Swiss S07 ikkinchi pozitsiyasini ko'rib chiqsak, 1.6 turbina, 197 ot kuchiga ega. Bu avtomobilimiz birinchi pozitsiyasiga nisbatan motori ancha kuchliroq ishlangan. Avtomobilimiz motor qismi juda ham o'ziga kerakli narsalar qulay joylashtirilgan. Bu avtomobilimizni barcha avtomobillarimizni 5 yil yoki 200 ming kilometrlik kafolati bor. Motor, korobka, elektronika qismiga zapcha servislaridan umuman muammosi bo'lmaydi, xudo xolasa. Bu avtomobilimizda qo'shimcha polasa udержания, videoregistrator hamda oldidagi mashinaga masofa saqlovchi funksiyalari mavjud. Undan tashqari avtomobilimizda 360 kamera, besключевой dostup, slipovoy zona hamda yon oynamiz ko'rib turganinglardek zatemleniya qilingan. Orqada dalniydik esa ham haydovchini ko'zini og'ritmaydi. Avtomobilimizda qo'shimcha 3 xil shaklda sidina pamitlari mavjud, akustikalari Sony, ya'ni yaponskiy hamda birinchi pozitsiyaga nisbatan farqi 3 zonli klimat kontrollari mavjud. Swiss S07, Swiss S9 modellarimizda hozirda kuzgi chegirmalari mavjud. Swiss S07 avtomobilimizni xohlasa 50% ni to'lab imtiyozli tartibda, xohlasa 13 million so'mgacha chegirma qilib beriladi. Ikkinchi pozitsiyasiga ham xuddi shu tartibda, agar naqd pul yoki odatiy 5 yil muddatli to'lovga olmoqchi bo'lsa, 26 million so'm chegirmalari mavjud. Mana xalqimiz uchun eng bomba chegirmalardan biri Swiss S09 modeliga bo'lib o'tyapti. Bu avtomobilimiz 2 litrli turbina, eslatib o'taman, 254 ot kuchiga ega. Bu ancha-muncha mashinalardan balandroq ot kuchiga ega. Avtomobilimiz motori bunda ham juda ham qulay joylashtirilgan. Germaniya, Yaponiya hamkorligida ishlab chiqarilgan motor hamda elektronika, zaslonka qismlari bunda ham Bosch kompaniyaga tegishli, ya'ni germanskiy. Avtomobilimizni
Yon qismida 360 kamera, slipovoy zona, besklyuchovoy dostup hamda Michelin ballonlar bilan 20 razmerli Michelin ballonlar bilan ishlab chiqarilgan. Avtomobilimizni saloniga e'tibor berasizlar, juda ham chiroyli ishlangan, har xil ranglarda kombinatsiya qilingan. Orqa, oldi, rul, lobovoygacha isitadi hamda oldi sidinalari sovutadi. Sidinaga e'tibor berasizlar, prefaratsionniy alkantara uslubida ishlangan. Bu avtomobilimizda ham besprovodniy zaryadnik, ovozli boshqaruv hamda xolodilniklari mavjud. Avtomobilimiz gabariti ancha-muncha mashinadan katta, shuni hisobiga 3-qator, ya'ni 6-7 o'rindiqlari ham juda ham katta. Detskiy sidina hisoblanmaydi. Mendaqa o'rta bo'yli odamlar danliyonlarga bemalol qulay joylashib keta oladi. Bu avtomobilimizni chegirmasi ancha-muncha mashinalar bermayotgan chegirmada 429 million so'm mashinamizning tan narxi, shu narxdan 50 million so'm chegirma qilib beramiz, naqd pul yoki avtokredit hisobida. Yoki Rasrochkaga qiziqqan mijozlarimiz uchun 25% bilan 1 yilgacha, 30% bilan 1,5 yilgacha hamda 50% bilan 2 yil muddatgacha muddatli o'zini tan narxini to'lash uchun rasrochkalar ochilgan. Swift S09 gibrid variantimizni ham ko'rib chiqamiz. Bru 5 turbina 271 ot kuchiga ega parallelniy gibrid hisoblanadi. Parallelniy gibrid bilan neparallelniy gibrid farqini aytib o'taman. Neparallelniy gibridda avtomobilda o'zini faqat benzin bak hamda generatori bo'ladi. Shu generator orqali tok ishlab chiqarib, faqat tokda yuradi. Agar tok tugasa, bu mashina yurishi qiyin bo'ladi. Parallelniy gibridda ikkita motor отдельный joylashtirilgan bo'ladi. O'zini haqiqiy benzin motori hamda bu tomonda elektromotor joylashtirilgan. Agar tok tugagan holatda ham benzinga o'tkazib olib, bemalol yurib ketsa bo'laveradi. Avtomobilimiz tokka 100 km hamda общий parametrda 1000-1200 km masofani bosib o'ta oladi. Avtomobilimizning birkalari O'zbekiston, monitorlarigacha o'zbekcha qilib ishlab chiqarilgan. Avtomobilimizning ichki salonlarini ko'rib o'tamiz. Bu avtomobilimizda 360 slipovoy zona hamda besklyuchovoy dostuplari mavjud. Avtomobilimiz ichki saloni juda ham keng hamda bu avtomobilimizda panoramasi bor. Bu avtomobilimizning orqa, oldi hamda ruligacha isidi, oldi sidinalari soviydi ham. Avtomobilimiz displeyga keladigan bo'lsak, polniy o'zbekcha ishlangan. Ishga tushirish uchun tormoz pedalini bosing. Avtomobilimizda xolodilnik, ikki tomonga ochiladigan bar ichida xolodilnik joylashtirilgan, podstakalniklar hamda besprovodniy zaryadnik. Bu avtomobilimiz ham palosa ushlaydi. Avtomobilimizning gibrid holatidagi funksiyalari: xohlasa elektr batareyada, xohlasa gibrid tizimida yursa bo'ladi. Hamda avtomobilimizning ikki xil tormoznoy sistemasi bor, sport hamda qulaylik. Avtomobilimiz 0 dan 100 gacha 6,5 sekundda chiqadi. Gibrid avtomobilimizning orqa salonlari ham juda keng va qulay ishlangan. Birinchi e'tibor bergan mashinam ancha-muncha mashinada yo'q. Orqa 3-qatorgacha deflektorlari mavjud. Issiq konditsioner yoki pechkalarda yoqsangiz ham orqadagi odamga ham komfort bag'ishlaydi. Bu yerda orqada o'tirgan odam uchun bu yer tor holatda bo'lsa, sidina ligrovkalari mavjud. Hamda bu avtomobil 3 zonli klimat kontrol, 3 taraflama. Orqada o'tirgan odam ham o'ziga qulay rejimlarni qo'yib, konditsioner pechkalarda ishlatsa bo'ladi. Swift S09 modelimizning orqa ko'rinishi juda ham chiroyli ishlangan, monoqosh hamda orqa sezgi datchiklari mavjud. Bu parkovkaga juda ham yordam beradi. Hamda orqa bagajligimiz oyoq orqali ochiladi. Bu avtomobilimiz orqa bagajligida 3-qator joylashtirilgan. Agarda 7 kishi bo'lmasa, bagaj hisobida ishlatsa ham bo'ladi. Bagajligi juda ham keng va qulay holatda. Avtomobilimizning orqa bagajligida o'zini zaryadniklari mavjud. Xohlasa uyda, xohlasa ko'chada qo'ysa ham bo'ladi. Ko'chada
40 minutda zaryadga olib bo'ladi, uy sharoitida 8 soatda zaryadga oladi. Do'stlar, Swiss Andijon dilerlik avtosalonimizdan o'zingiz xohlagan modeldagi avtomobillarni xarid qiling va bonuslarga ega bo'ling. Bu yerda bonuslarimiz joylashtirilgan va eng yirik mega bonuslarimizdan biri Abu Dabiga sayohat yo'llamasini yutib olishingiz mumkin. Keling, bepul test drive qiling. Batafsil ma'lumot olish uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Eslatib o'taman, manzil Andijon shahar 80 metrlik ko'chada joylashgan.